Gaz ham gurlab yonib turibdi mana. Yangibozor tuman markazida bir joyxonamiz sotiladi. Fundament sokol bo'lib turibdi. Kuxnya banisi solinib turibdi pishan karvishdan. Usti monolit bo'lgan. Hozir hammasini ko'rsatamiz. 1100 metr kvadrat. Fundament sokol bo'lib turibdi mana. Fundamentlardan ikki toshqa mo'ljallangan. Qalin etib solingan mana. Bu yoqda kuxnyasi banisi pishan karvishdan. Ajoyib qilib solingan bular. Buna dalam bunu 4 metrga eni, uzuni 12 metr. Bunu zal. Argı spalni bir. Buna bunu orta deniz, argı bir spalni, bergi bir spalni. Letiske birisi. Mana yoqda kuxnya banisi. O ana çertek, yaz çertek. Yaz çertek bo'lgan. Mana list bilan o'ralgan 1100 kvadrat metr joyimiz. Bog'lari bor. Meva turibdi mana bog'larında. Yüzümleri var. Suvdan ham muammo yo'q, mana suv kelib turibdi mana. Prямо daryoqdan kelib turibdi mana. Solmalar ham betonlangan. Telefon urasizlar, telefon nomerini yozib qoldiraman. Pulni kelishib beriladi. Ko'chamiz Obod mahallaga ilgan, yaqinda eslat bo'lib tashlanib to'yib qo'yibdi mana. Pulni ishlatib vodoprovodlar bor, suvdan muammo yo'q. Suvdan, gazdan, svetdan. Gullarga cho'dan tur kirib ketsangiz temperaturga qarab, qo'ynava temperaturaga chap qo'lda bo'ladi. Mana shu eshikdan kiriladi. Qo'ynava temperatura ko'pchilik biladi. Bu videoni gaz bariyeridan joyvoran qarab turgan tanishlarga qo'yinglar.